Assalomu alaykum hammaga. Palabkalarimizni tiklab oldik, xudo xolasa. Tashqarisi rovna asosiysi. Ichkari uzun kelganiga buni kesib bo'lmaydi-yu, tayyor palabkalik uchun. Bir-biriga o'tkazib yubordik shunaqa. Kirkizlar osib chiqqanmiz, shunga sal qiyshoroq turibdi. Yerdan ko'tarib tepaga baylab chiqardik. Palabka tayyor, ertalabga beton aytganmiz, xudo xolasa. Olmatada kim qanchadan beton qo'yapti, kubasi. Biz cho'ta arzon qo'yyapmiz, kubasi 9000 dan qo'yyapmiz. Ammo rushnoy bas, mikser keladi, mikser salonda qo'yib beradi. Padishka ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ertaga xolasa 2 soatda tirsillatib tashlaymiz buni. 20,80 ga 12 joy. O'zbekistondan Damas'ga kelganmiz. Legenda.